sizni xodimingiz, sizni yordamchingiz, sizni hurmat qilgan odamingiz kelib sizga salom beradi. Assalomu alaykum deydi. Siz nima deysiz? Yaxshimisan deysiz. Bo'lmaydi unday. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam o'zlarining ahadislarida Alloh taolo Qur'oni Karimda, Qur'onda nimaga bo'lmaydi deyapmiz? Iza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Alloh taolo Qur'onda Niso surasining 86-oyatida ishonmaganlar ochib ko'rib o'qib ko'rsin. Qachoniki sizlarga biror salomlashish iborasi bilan salom berilsa, sizlar undan chiroyliroq alik olingiz yoki o'sha iborani qaytaringiz dedi. Alloh Qur'onda aytayapti buni. Assalomu alaykum deganda yaxshimisan emas. Nima gap emas? Assalomu alaykum deyilganda hech bo'lmaganda va alaykum assalom. Bu barobarida. Sizga salomatlik bo'lsin, bu ham aytayapti, sizga ham salomatlik bo'lsin. Aynan Alloh taolo aytayapti. Undan ziyodaroq sizga assalomu alaykum deyildimi? Siz unga va alaykum assalom va rahmatulloh deng. Salomatlik va Allohning rahmati bo'lsin. Yoki sizga assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom berildimi? Va alaykumussalom va rahmatullohi va barakatuh deng. Ziyodaroq qiling, hech bo'lmaganda o'shani barobari bilan qaytaring. Bu sunnat emas, bu olimlarning naqllari emas, oyat bu. Qur'onda kelgan. Omonatdor va javobgar bo'lib qolasiz. Sizga assalomu alaykum dedi, siz salomiga alik olmadingiz. Yaxshimisan deb qo'ydingiz. Ahvollaring yaxshimi deb qo'ydingiz. Nima gap dedingiz yoki boshingizni qimirlatib qo'ydingiz. Uni salom berganida undan qarzdor bo'lib qoldingiz. Ertaga javob berasiz bunga.